Hammaga assalomu alaykum. Men So'g'd pedagogik universiteti Samarqand kampus o'qituvchisi Rahmon So'g'dman. Bugungi video darsligimiz monopoliya haqida bo'ladi. Bugungi ko'rib chiqadigan rejalarimiz birinchisi bu monopoliya tushunchasi, ikkinchisi monopoliya va ularning turlari va uchinchisi antimonopol tashkilotlarning paydo bo'lishi. Xo'p, demak, ko'rib chiqamiz monopoliya nima? Bu iqtisodiy faoliyatning biror sohasida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va tijorat va hokazo korxonalar yoki davlatlarning tanho unvonlarini ifodalaydigan tushuncha bu monopoliya tushunchasi deyiladi. Monopoliya qanday kelib chiqadi? Monopoliya bu kapitalning to'planishi va markazlashish, fan-texnika taraqqiyoti, davlatlarning ayrim holat sohasida qo'llab-quvvatlashi va o'zaro kelishish asosida monopoliya yuzaga keladi. Va bu monopoliyani biz bilamizki, iqtisod uchun zarar hisoblanadi. Va bu uchun bizda antimonopol tashkilotlar paydo qilinadi. Monopoliyaning turlariga keladigan bo'lsak, monopoliya bozorni qamrab olish darajasiga ko'ra sof monopoliya, oligopoliya va monopsoniya kabi monopoliyaning turlariga ega. Birinchisi bu sof monopoliya, bu tarmoqdagi yagona ishlab chiqaruvchi va sotuvchining narxni, ishlab chiqarish hajmini belgilashga va yakka hukmronlik holatini hisoblashga ega qobiliyatga ega bo'lishiga bu sof monopoliya deyiladi. Masalan, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari va Toshkent aviatsiya ishlab chiqaruvchi birlashmalari bular haqiqiy sof monopoliyaga misol bo'ladi. Chunki bularga raqobatlashish boshqa korxonalar uchun anchagina qiyinchilik tug'dirganligi uchun bular iqtisodiyotda hozirgi kunga kelib O'zbekiston sharoitida sof monopolist tashkilot deb tan olingan. Xo'p, oligopoliya bu tarmoqdagi bir nechta yirik ishlab chiqaruvchilarning o'zaro bozordagi narxlarni va hajmni belgilashiga oligopoliya deyamiz. Va bularga masalan O'zbekistondagi sement zavodlarini misol qilib olishimiz mumkin. Bekobod, Quvasoy, Ohangaron, Navoiy va shunga o'xshash korxonalarni biz oligopoliya sifatida, monopoliyaning bir turi sifatida ko'rishimiz mumkin. Ya'niki ular bir nechta yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar o'zlarining mahsulotlarini, hajmini va narxini bozorda kelishgan holda ushlab tura olish qobiliyatiga ega va ular oligopoliya turiga kiradi. Monopsoniya tarmoqdagi ishlab chiqaruvchilar yoki sotuvchilar soni juda ko'p bo'lib, ularning tovar va xizmatlarini iste'mol qiladigan xaridor yagona bo'lsa, bu monopsoniya deyiladi. Masalan, bu bizda hamma biladigan O'zbekiston Avtomobil avto, ya'ni Chevrolet avtozavodi. Ya'niki bu Chevrolet avtozavodida juda ham mijozlar ko'p va uni bittagina sotuvchisi bo'lganligi tufayli, unga talab juda ham yuqori bo'lganligi tufayli bu monopsoniyaga misol bo'ladi. Xo'p, monopoliyaning vujudga kelishi sababi va tavsifiga ko'ra tabiiy monopoliya, legal, ya'ni qonuniy monopoliya va sun'iy monopoliyaga bo'linadi. Birinchisi bu tabiiy monopoliya bo'lib, iqtisodiy faoliyatning texnikaviy, texnologik xususiyatlarini taqozo etib, ularni raqobatni qo'llashi mumkin bo'lmagan yoki qiyin bo'lgan sohalarni o'z ichiga oladi. Masalan, suv, energiya va gaz ta'minoti korxonalari bular O'zbekistonda yagona bo'lgan birlashmaga asosan faoliyat yuritadi va bu tabiiy monopoliyaga misol bo'ladi. Temir yo'l transporti, harbiy mudofaa majmua korxonalari bularning hammasi tabiiy monopoliyaga yuzaga keladi va bular uchun raqobat qilish barcha korxonalar uchun yaxshigina qiyinchilik tug'diradi va hozirgi kunga kelib bu sohalarda, yuqoridagi sohalarda hech qanday raqobatchisi mavjud emas. Legal monopoliya. Bu legal monopoliya qonuniy tarzda tashkil etuvchi monopolistik raqobat deyiladi. Bu o'zidan o'zi yuzaga kelmaydi va bu monopoliyaning qonuniy belgilariga ega. Masalan, bulardan birinchisi patent tizimi. Ya'niki biror bir ixtirochi yoki muallif tomonidan yaratilgan ixtirolarning huquqi faqatgina o'sha ixtirochining va muallifning o'ziga tegishli bo'ladi va bu mualliflik huquqi. Bu ilmiy, badiiy va san'at asarlari, ko'rsatuvlar, to'lqin yoki kabel orqali tasvirga uzatish kabilarni o'z ichiga oladi
va bu teletranslyatsiyalar bo'ladimi yoki ayrim asarlar yoki qo'shiqlar, bularning hammasi mualliflik huquqiga ega bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari tovar belgilari ham tabiiy monopoliya, legal monopoliyaga kiradi. Ya'ni bu qonuniy monopoliya. Ya'ni savdo belgilari, maxsus ramzlar, nomini ko'rsatib ro'yxatga olish, huquqiy jihatdan himoya qilish va ularni foydalanish bo'yicha paydo bo'lgan munosabatlarni qonuniy tartibda tartibga solish shakli bu tovar belgilari hisoblanadi. Masalan, suratda ko'rishingiz mumkin, KitKat va Twix mahsulotlari, bular qonuniy tovar belgisiga ega va boshqa hech qanday KitKat yoki Twix nomli mahsulot ishlab chiqarish mumkin emas. Xo'p, sun'iy monopoliya. Sun'iy monopoliya ishlab chiqarish va kapitalning to'planishi hamda korxonalarning turli yo'llar orqali noqonuniy tarzda yoki qonuniy tarzda birlash natijasida keladigan monopoliya bu sun'iy monopoliya deyiladi. Sun'iy monopoliyaning juda ham ko'p turlari mavjud. Ulardan birinchisi kartel. Bu kartel tarmoq korxonalarining ittifoqi bo'lib, uning ishtirokchilari to'liq iqtisodiy mustaqillikni saqlab qoladi va ishlab chiqarish hajmi, sotish bozorlari va baholari to'g'risida kelishiladi. Sindikat bu bir turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar birlashmasi bo'lib, uning a'zolari ishlab chiqarish sohasida mustaqillikni saqlab qoladi. Mahsulot esa sindikat mulki hisoblanadi. Trust ishlab chiqarish vositalar va mahsulotga birgalikda egalik qiluvchi korxonalar guruhi bo'lib, foyda qo'shilgan kapital hajmiga qarab taqsimlanadi. Ya'ni o'sha korxonaning faoliyati uchun qaysi korxona yoki tashkilot qancha kapital qo'shganligiga qarab, foyda ham shu kapitalga qarab bo'linadi. Konsorsium tadbirkorlarning yirik moliyaviy operatsiyalarini birgalikda amalga oshirish maqsadida birlashuv. Ya'ni masalan, chet eldan qaysidir turdagi uskunalarni olib kelish uchun ayrim bir turda xizmat ko'rsatadigan korxonalar o'zaro kelishgan holda konsorsium tashkilotini tuzishi mumkin. Konsern davlat rasmiy jihatdan mustaqil bo'lgan ko'p tarmoqli korxonalar, ya'ni sanoat, savdo, transport va bank kabi turli soha korxonalarining majmuini o'z ichiga oluvchi birlashma bu konsern. Albatta, bu monopoliyaga qarshi kurashda davlatning antimonopol siyosati ham mavjud. Antimonopol tashkilotlarining eng birinchisi Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil topgan bo'lib, bu hamma biladigan o'sha gegemon oila, John Rockefeller oilasining neftdagi monopoliyasini kamaytirish maqsadida paydo qilingan Sherman qonuni hisoblanadi. Sherman qonuni Amerika Qo'shma Shtatlarining 1890-yilda paydo bo'lgan bo'lib, unga ko'ra ishlab chiqarish va savdoni cheklash maqsadida tuzilgan bitimlarning barchasi noqonuniy deb hisoblanadi. Keyinchalik 1914-yilda AQShda Clayton qonuni amal qilina boshlaydi. Ya'ni iste'molchilarni narx orqali kamsitish, majburiy shartnomalar tuzish, raqobatchi korxonalarning zaiflashishiga olib keluvchi aksiyalarni sotib olish mutlaqo taqiqlanadi va bu Clayton qonunida belgilab qo'yiladi. Bundan tashqari, Clayton qonunining davomi sifatida 1950-yilda Salyer-Kepler qonuni ham qabul qilinadi va bu qonunni Clayton qonuniga asosan raqobatchi korxonalarning zaiflashishiga olib keluvchi aksiya, balki ishlab chiqarish vositalarini sotib olish ham taqiqlanadi. Va bu orqali Amerika Qo'shma Shtatlari monopoliyaga qarshi birinchi antimonopol tashkil topgan davlat hisoblanadi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasining antimonopol qonunchiligi monopolistik faoliyatni cheklash to'g'risidagi qonun yuziga 1992-yilda qabul qilingan bo'lib, bundan tashqari 1996-yilda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun ham ishlab chiqilgan. Bundan tashqari yana 96-yilda tovar bozorlari monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat to'g'risidagi qonun ishlab chiqiladi va bu orqali O'zbekiston Respublikasida monopoliyaga qarshi kurashish chora-tadbirlari qo'llanilmoqda. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'sha Vazirlar Mahkamasining 2024-yildagi 1-maydagi qaroriga asosan antimonopol tarzda raqobatga qarshi kurashish tashkilotlarining qonun va qoidalarini ko'rishingiz mumkin. Bugungi mavzuimiz shundan iborat. Yana keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.